Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dahalal janna. Ixlos bilan shu kalimani esa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxiriga aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar ad beradigan narsadir. Mo'min aytadi, Robbing kim? Robbim Alloh deydi. Dining nima? Dinim islom. Sizlarning oranglarga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, u zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim deydi. Maloikalar aytar ekan, shunday deyishini biz bilar edik. Ular bilishar edi.